Ha, ko'rsatib qo'yaydi. 650.583 so'm pul tushgan. 650 ming pul tushibdi, opa. Shuni xo'jayinlarni ham ko'rdinglar. O'sha ruhiy tomonlamas sog'lig'ida sal nimasi bor. Umrlariga ziyoda berib, umrlarini uzoq qilib, qilayotgan ishlarini bardavom qilsin. Allohim. Allohu akbar. Allohu akbar. Aziz do'stlar, uy quramiz 3 ta oilaga degandim, lekin biz aytgandek bo'lmadi, tushmadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olam podshoh Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum birodarlar. Hormanglar, charchamasdan yuribsizlarmi? Aziz do'stlar, kechagina Imronbekning videosini chiqargandik, xabarlaringiz bor aziz do'stlar. 645 ming so'm pul tushibdi E'tiborxon kartalariga. E'tiborxon deb chiqadi karta. Aziz do'stlar, uy quramiz 3 ta oilaga degandim, lekin biz aytgandek bo'lmadi, tushmadi. Xudo xolasa qilamiz, faqat poddержкада bo'linglar iltimos sizlardan. Maksimal darajada yordam qilinglar. 3 ta beva ayol, beva deyman, 2 ta beva, bitta bu kishining xo'jayinlarini ham ko'rdinglar. O'sha ruhiy tomonlamas sog'lig'ida sal nimasi bor. Shu dalada ishlab, sheponda ishlab yuradi. Juda ham sodda, juda ham bo'sh odamlar. Ko'rdinglar videoni. Shahboz ukamiz bilan chiqardi, Yarmanov TV bilan. Maksimal darajada yordam qilinglar aziz do'stlar, chunki ehsonni joyi. Men ko'proq tushsa birdan yeri olib boshlaymizmi dedim. 645 ming so'mgina pul tushdi aziz do'stlar kartamizga. $650 ming bo'pti mana aziz do'stlar. Alloh rozi bo'lsin. Toma ko'l bo'lur deydi. Befarq bo'lmaylar iltimos. Hozir keldik, bular biz Navoiyga chiqib ketyapmiz. Bir Navoiyga borib kelsak, xudo xolasa podдержкада bo'lib tursanglar, nur ustiga a'lo nur bo'laydi. Videoni tushunmaydiganlar, bu meni o'zimning uyim, bularning uyi yo'qligi uchun o'zimni hovlimga olib kelib qo'ydim bularni. Borishga joyi bo'lmaganligi uchun dalaga ham borishga nima yoqqanda sharoit yo'q. Uzoq tez yordam borish kerak, boshqa qilish kerak. O'shaning uchun tez yordam bu yoqqa yaqin ham, shahardacha hamma narsa bor. Misol Imronbekning mazasi bo'lmay qolsa, apteka ham hamma nima bor. O'sha sababdan mana shu yoqqa turinglar deb shu yoqqa olib kelib qo'yamiz. Mana shu yerga yashashyapti. Oyto'la opa. Telefon qilaymi ya? Biron joyga chiqmadimikan? Oyto'la opa. Onalari ham kelganlar, bir o'zingiz turmay qo'rqasiz deb o'zining onalarini ham olib kelib, onasi bilan birgalikda hozir istiqomat qilyapti mana shu bizning xonadonimizda. Aziz do'stlar, mana shu bizning hovlimizning to'g'risida o'rtada turibdi mana 90li 518 22 95 telefon raqami yozilgan. O'sha uy sotiladi aziz do'stlar, 4 xonali uy. Ko'hnisi bilan 4 xona 83 metr kvadrat bo'lgan uy sotilmoqda. Alo. Oytul opa, assalomu alaykum. Uydamisiz? Nima ochmayapsiz? Taqillatyapman. Uxlab qoldim. Ha. Man. Soat ham 2 bo'layapti-da, issiq. Dam olayotgan bo'lsa kerak-da. Uyda sharoit borligi uchun o'sha ko'chaga qolmasin, boradigan joyimiz yo'q deganligi uchun uyim baribir bekor turibdi, shaqa yashab tursin deb bular hozir olib kelib joylashtirdik. Bir tomondan savob ham, yaxshilik. Bizdan shu yaxshilik qoladi, birodarlar, boshqa narsa qolmaydi. Hech narsani olib keta olmaymiz. Hamma narsamiz qolib ketadi. Yaxshilik qoladi. Shuning uchun yaxshilik qilishda charchamaslik kerak. Assalomu alaykum. Qandaysiz opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Nimalar qilyapsizlar? Ha. Mana uylarni ham tozalab, chiroyligina qilib qo'yibdi opamiz, ko'z tegmasin. Imronbek nima qilyapti? Uxlayapti? Ha, bir ko'rsatsak bo'lmaydi. Tushmasinmi onangiz? Nima? Onam uydagi onasi. Ha, onaxondan bir duo olaydik. Mayli, olayotmaymiz, shart emas bu.
Sizga men bir 200 ming berib ketay. 650 ming pul tushibdi, opa. Produktda qilasizda baribir, to'g'rimi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Islom operator. Kamera esimdan chiqib ketadi-da, shu yurtda kamera borlik. Duoda bo'ling. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hali u kecha nima qilganmiz, chiqarganmiz yo'qda, yarmani puldan tushirdik-ku. Chiqqan yo'q, ha, chiqqan nasib bo'lsa. Mana duoda bo'lib turing, mana yurtdoshlar mana shuncha yordam qildi. 650 ming ham endi ko'chada yotgan yo'qda, to'g'risi. Mayda bo'lsa ham shuni ko'rsatib qo'ying. Ha, ko'rsatib qo'ying. 650 ming 583 so'm pul tushgan. Mana kamda juda ham uchta uy boshlashimizga aziz do'stlar. Imkoniyat borlar bor, bilaman. Shu videoni ko'rib turib imkoniyatingiz bor, sharoitingiz bor. Ziqnalik qilmaylik, paddishkada bo'laylik. Alloh beradi, topaydigan pulda hammasi meniki deb o'ylamang. Bunda yetimda haqqi ham bor, nogironda haqqi ham bor, uy yo'qlarni ham haqqi bor. Ana shuning uchun yo'q, meni pulim demang, Alloh taolo shuni chiqarib yuboradi, qayerdan o'zingiz bilmay qolasiz. Shuning uchun ehsonda bardavom bo'linglar jigarlar. Bular ham vatanli bo'lib qolsin, uyli bo'lib qolsin. Imronbekni keyin davolasa bo'ladi deyapti. Hindistonda boshiga chip qo'yar ekan. Hozir orqa miyasi qurib ketgan ekanda. Orqa miyasi dedimi? Orqa miya qurib ketgan ekan. O'sha orqa miyaga hozir Hindistonda shunday nima bor ekan, chip qo'yar ekan. Orqa miyaga chip qo'yar ekan. O'sha chip orqali organizmni boshqarsa kerak, chip, ha? Ana shuni imkoniyat bor ekan, yurtdoshlar, imkoniyatlaringiz boricha paddishkada bo'linglar. Xudo xolasa yuqurishni boshlaymiz. Imronbek kerak bo'lsa Hindistonga ham yuboramiz. Albatta bunga sponsor kerak. Kuch birlikda deylik, birlashib agarda harakat qilsa yurtdoshlar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ekranda ko'rsatilgan kartalar paddishkada bo'linglar aziz do'stlar. Visa karta ham bor, Rossiya kartasi ham bor, O'zbekiston uz karta ham, Huma kartasi ham bor. Maksimal darajada aziz do'stlar yordam qilinglar, bir paddishka qilib yuboringlar, shunda ham uyli bo'lib qolsin. Imkoniyatlaringiz darajasida. Agar moddiy tomonlama yordam qila olmasangiz, mana shu videoga like bosib, hadilitsa qilsangiz ham o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Alaykum, yurtdoshlar, kuzatib borayotgan xalqimiz, O'zbekiston xalqi, sizlardan iltimos, qo'llaringizdan kelganicha shuncha kommentariyalarni o'qib chiqaman, hamma duo qilyapti, hamma birlashaylik, qilaylik deb shu kommentariyaga yozyapsizlar. Sizlardan iltimos, shunchalar yordam qilib, shunchalar duo qilyapsizlar. Oxirigacha iltimos sizlardan qo'llaringizdan kelgancha yordam qilingizlar. Otabek akani boshlagan ishiga birlashib, Otabek akaga yelkadosh bo'lib shuncha nima qilingizlar. Otabek aka meni shuncha ishidan, ro'zg'ordan kechib shu bizlar uchun harakat qilayotgan ekan. Shu birlashib Otabek akaga ko'makdosh bo'lib yordam qilingizlar. Iltimos sizlardan. Imronjonimni Hindistonga olib borishga imkoniyat bor ekan. Otabek akam o'zi so'rab surishtiryaptilar. Imkon qadar olib boramiz deyaptilar. Buni davosi ham bor ekan. Iltimos sizlardan yordam qilingizlar. Qo'llaringizdan kelgancha like bosib, tanishlaringizga yuboringizlar. Biz ham bir uyli bo'laylik, vatanli bo'laylik. Shuncha qiynalib yashagani yetadi. Endi bundan buyog'iga qiynalmasin, iltimos sizlardan. Shuncha yordam qilib sizlar hozir Otabek aka bir produktda qilib Imronjonni tomog'iga yediratib olib kelib berdilar. Umridan baraka topsin. Otabek akaga mingdan ming rahmat. Farzandlarining rohatini ko'rsin. Xo'jonamni, xo'jotamni rohatlarini ko'rsinlar. Umrlaridan baraka topsinlar. Qilayotgan ehsonlaringiz bardavom bo'lsin. Nimaiki o'ylagan niyatlaringiz bo'lsa, duo qiling. Niyatlaringizga yetkazsin. Ilohim. Mana shu qilayotgan ehsonlaringiz Alloh dargohiga qabul bo'lsin. O'ylagan niyatlaringiz ro'yobiga, amalga oshsin.
safarga yurganlarning safari bexatar bo'lsin. Amin. Kasal bemorlarning dardiga shifo bersin. Amin. Barcha kasallarning dardiga shifo berib, safarga yurganlar ota-onasini bag'riga, farzandlarini bag'riga eson-omongina yetib kelsin. Uysizlarni uyli bo'lsin. Xudoyjon nasib bo'lsa, baxti ochilmagan yigit-qizlar baxti ochilsin. O'qishga kirolmay yurganlar o'qishga kirib, nimaiki o'ylagan niyatlaringizga yetib, nasib bo'lsa hajlarga, umralarga, Ka'batullohlarga chaqirishlik nasib aylasin. Sizlarga bir bergan ekansiz, Allohim sizlarga ming qilib, million qilib qaytarsin Allohim. Hammamiz har joyga to'kis to'l sog' salomat yetib borib, ko'rayotganimiz faqatgina to'y, yaxshi kunlar, yomon kunlar hech qachon ko'rmaylik. Otabekkaga ham Allohim ishlarini rivojini berib, Allohim farzandlarini rohatlarga yurib, nasib bo'lsa Otabekani ham Ka'batullohlarga, hajlarga, umralarga borishligini nasib qilsin. Mana shu kamerachi ukamizga ham Xudoyjon umrlariga ziyoda berib, umrlarini uzoq qilib, qilayotgan ishlarini bardavom qilsin Allohim. Allohu akbar. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Nasib bo'lsa Otabekka rahmat. Yangilik bo'lib qoladi, aytamiz, nasib bo'lsa qiluvchi. Onam ham har doim duodalar Otabekka. Har doim dasturxonni bo'yiga o'tirgandan sizni duo qiladilar. Dasturxonga o'tirgandan sizni duo qilayotganlar, xalqimiz duo qilsin, hammani duo qilsin-da. Shuni duo qilyaptilar. Onam duodalar. Onamni men to'g'risi Otabekka olib chiqardim. Akam xohlamayapti, onamni chiqarma. Akam xohlamayapti, onamni chiqaraman dedim. Qanday kansani ishlab turibdimi, salqinginami? Ha, salqingina. Ha, yaxshi. Mayli, opajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Duoda bo'ling. Xudo xolasa, yurtdoshlar imkoniyatlaringiz boricha poddeska qilinglar. Endi bu yoq sizlardan yurtdoshlar. Sharoiti bor, imkoniyati borlar bor, ko'rib ham turgandir mana shu videoni. Alloh uchun hissa billah hissangizni qo'shing. Rahmat.